Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, ayniqsa pensionerlar, ularning farzandlari va oilasida keksalari bor, har bir inson bilishi shart bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 1 iyuldan boshlab pensionerlar ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi haqida ketmoqda. Bu oddiy xabar emas. Bu ko'plab oilalarning oylik xarajatiga pensiya mablag'ining qanchasi qo'lda qolishiga. Kommunal va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha tushunmovchiliklar kamayishiga bevosita ta'sir qiladigan yangilikdir. Agar siz pensioner bo'lsangiz, ota-onangiz pensiya olsa yoki mahallangizda bu mavzuni tushunmay yurgan keksalar bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki ba'zi joylarda odamlar imtiyoz borligini bilmay avvalgidek to'lab yurishadi. Ba'zan esa hujjat topshirilmagani uchun imtiyoz avtomatik qo'llanmaydi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiya olgandan keyin darhol xarajatlar ro'yxatini tuzardi. Kommunal to'lovlar, chiqindi xizmati, ayrim majburiy yig'imlar, bank yoki xizmat ko'rsatish bilan bog'liq komissiyalar, tibbiy ko'rik, hujjat olish, ayrim davlat xizmatlari uchun to'lovlar. Pensiya miqdori katta bo'lmagan holatda har bir 10 ming, 20 ming so'm ham sezilarli ahamiyatga ega bo'ladi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensioner, nogironligi bor keksa fuqaro yoki farzandlari uzoqda bo'lgan ota-onalar uchun bu juda og'ir masala. Endi nima o'zgardi? 1 iyuldan boshlab pensionerlar belgilangan toifadagi to'lovlardan to'liq ozod qilinishi nazarda tutilmoqda. Men bu yerda eng muhim jihatni alohida ta'kidlayman. Imtiyoz degani hamma narsa mutlaq bepul bo'lib ketdi degani emas. Imtiyoz faqat qaror, qonun yoki tegishli nizomda aniq ko'rsatilgan to'lovlarga qo'llanadi. Shuning uchun pensionerlar qaysi to'lovlardan ozod bo'ladi, qaysi holatda hujjat talab qilinadi, qaysi xizmatlar baribir pullik qoladi. Bularni aniq bilish kerak. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi pensionerlarning real daromadini himoya qilishdir. Chunki pensiya oshirilsa-yu, lekin turli mayda to'lovlar, komissiyalar va majburiy xarajatlar ko'payib ketsa, keksalarning qo'lida qoladigan mablag' baribir kamayib qoladi. Shuning uchun davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar pensionerlarning eng zarur ehtiyojlariga yo'naltirilgan pulini saqlab qolishga xizmat qiladi. Men eng avvalo shuni tushuntiraman. Pensioner deganda faqat yoshga doir pensiya oluvchilar emas, ayrim holatlarda nogironlik pensiyasi oluvchilar, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar yoki tegishli pensiya guvohnomasiga ega shaxslar ham nazarda tutilishi mumkin. Lekin har bir imtiyoz bo'yicha toifa alohida belgilanadi. Masalan, bir to'lovdan barcha pensionerlar ozod qilinishi mumkin. Boshqa bir to'lovdan faqat yolg'iz pensionerlar yoki nogironligi bor pensionerlar ozod qilinishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, men pensionerman. Demak, hammasi bepul deb o'ylash xato. To'g'risi, men pensionerman, endi qaysi to'lov bo'yicha imtiyozim borligini tekshiraman deyish kerak. Oddiy misol olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 6-7 yoshli otaxon oyiga 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. Uning kommunal xizmatlari uchun o'rtacha 2 ming so'm, dori-darmon uchun 3 ming so'm, oziq-ovqat uchun 600 ming so'm ketadi. Agar u har oy qo'shimcha ravishda 1 ming yoki 6 ming so'mlik xizmat to'lovlarini to'lab yurgan bo'lsa, bu pul bir qarashda kichik ko'rinadi. Lekin yiliga hisoblasak, 6 ming so'mdan 12 oyda 720 ming so'm bo'ladi. Bu esa bir pensioner uchun bir necha oylik dori puli yoki qish mavsumiga tayyorgarlik xarajati degani. Yana bir misol. Samarqandda yashaydigan onaxon farzandlar yordamisiz kun kechiradi. U hujjat almashtirish, ma'lumotnoma olish yoki ayrim xizmatlardan foydalanishda to'lov qilish kerak deb o'ylab, har safar tanishlardan qarz olgan. Agar yangi tartibga ko'ra u shunday to'lovdan ozod qilingan bo'lsa, lekin buni bilmasa, o'z huquqidan foydalana olmaydi. Shuning uchun bu mavzu faqat xabar sifatida emas, amaliy hayotda pulni tejab qolish vositasi sifatida muhim. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda hozirgacha muntazam to'lov qilib kelayotgan pensionerlar. Ikkinchidan, kvitansiya yoki hisob fakturalarini tekshirmay, nima chiqsa shuni to'layman deb yurganlar. Uchinchidan, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga pensiya guvohnomasi, pasport yoki imtiyozni tasdiqlovchi hujjatini taqdim etmaganlar. To'rtinchidan, uy yoki hisob raqami pensioner nomida emas, lekin pensioner shu uyda yashayotgan holatlar.
Bunday vaziyatlarda imtiyoz avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Kimlar uncha xavotir olmasa bo'ladi. Agar pensionerning ma'lumotlari yagona elektron tizimda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, xizmat shartnomasi o'z nomida bo'lsa, tegishli tashkilotlar bilan hisob kitobi aniq bo'lsa, ko'pincha imtiyoz avtomatik yoki juda oson tartibda qo'llanadi. Lekin men baribir tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki amaliyotda bazadagi xatolik. Ism, familiya noto'g'ri yozilishi, eski pasport ma'lumoti qolib ketishi, manzil yangilanmagani kabi holatlar uchraydi. Eng ko'p uchraydigan vaziyatlardan biri shuki, pensioner uyda yashaydi, lekin uy farzandining nomida. Masalan, buvi o'g'lining uyda yashaydi. Kommunal hisob raqamlari o'g'lining nomida. Bu holatda ayrim imtiyozlar bevosita pensionerga emas, xizmat shartnomasidagi abonentga bog'langan bo'lishi mumkin. Demak, pensioner borligi uchun to'lov avtomatik kamaymasligi ehtimoli bor. Bunday vaziyatda mahalla, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limi orqali aniq tartibni bilib olish kerak. Yana bir masala. Imtiyoz qaysi sanadan qo'llanadi? Agar tartib 1 yildan kuchga kirsa, demak odatda 1 iyuldan keyingi hisob kitoblar bo'yicha qo'llanishi kerak. Lekin iyun oyida chiqqan qarzdorlik avtomatik kechiriladi deb o'ylamaslik kerak. Eski qarzlar bo'yicha alohida tartib bo'lmasa, ular avvalgidek qarz sifatida qolishi mumkin. Shuning uchun kvitansiyada qaysi oy uchun hisoblanganini albatta tekshiring. Ko'pincha odamlar iyulda to'lagan pulini iyul oyi uchun deb o'ylaydi. Aslida u iyun oyidan qolgan qarz bo'lishi mumkin. Keling, oddiy oilaviy byudjet orqali ko'rib chiqamiz. Bir pensioner oyga 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. U har oy 500 ming so'm oziq-ovqatga, 300 ming so'm dori-darmonga, 2 ming so'm kommunal xizmatlarga, 100 ming so'm transport va boshqa mayda xarajatlarga sarflaydi. Qo'lida 2 ming so'm qoladi. Agar u ilgari ma'lum to'lovlar uchun oyiga yana 7 ming so'm sarflagan bo'lsa, qo'lida 2 ming so'm qolardi. Endi shu 7 ming so'm saqlanib qolsa, yilga 8 ming so'm tejaladi. Bu mablag' bir qarashda katta boylik emas, lekin keksalar uchun real yordam. Ikkinchi misol. Er-xotin pensionerlar bir xonadonda yashaydi. Ikkalasi ham pensiya oladi, lekin xizmatlar faqat erning nomida rasmiylashtirilgan. Agar imtiyoz shaxsga bog'liq bo'lsa, ikkalasi ham alohida foydalana olishi mumkin bo'lgan holatlar bo'ladi. Agar imtiyoz xonadon yoki abonent hisobiga bog'liq bo'lsa, bitta xonadon bo'yicha bitta imtiyoz qo'llanishi mumkin. Mana shu farqni bilmaslik keyinchalik nega menga 2 marta chegirma berilmadi degan savolga sabab bo'ladi. Uchinchi misol, nogironligi bor pensioner tibbiy xizmat yoki davlat xizmatidan foydalanmoqchi. Unga to'lov qiling deyishdi. Bunday vaziyatda u darhol janjal qilishi shart emas, lekin xotirjam tarzda men pensionerman, imtiyozli toifaga kiraman, iltimos to'lovdan ozod qilish tartibini tekshirib bering deb so'rashi kerak. Agar xodim bilmasa, rahbarga murojaat qilish, yozma javob so'rash yoki My.Kuguz, Bimbirlik kontakish ishonch telefoni, mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali aniqlashtirish mumkin. 4-misol. Qishloq joyda yashovchi pensioner chiqindi xizmati yoki boshqa mahalliy xizmati uchun to'lov qilib kelgan. Agar yangi tartibda aynan shu to'lovdan ozod qilish belgilangan bo'lsa, u xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga borib pensiya guvohnomasi va pasport bilan ariza berish kerak bo'lishi mumkin. Chunki ba'zi xizmatlarda elektron baza to'liq ishlamaydi. Ayniqsa olis hududlarda ma'lumotlar qo'lda yangilanadi. Men bunday joylarda farzandlar yoki qo'shnilar pensionerlarga yordam berishini juda muhim deb bilaman. Bu o'zgarishning iqtisodiy ta'siri ham bor. Pensioner to'lovlardan ozod qilinsa, uning qo'lida qoladigan pul ko'payadi. U bu pulga dori oladi, oziq-ovqat oladi, uyini ta'mirlaydi yoki nabirasiga yordam beradi. Ya'ni bu mablag' yana mahalliy iqtisodiyotga qaytadi. Eng muhimi, pensioner o'zini yolg'iz his qilmaydi. Davlat uning xarajatlarini kamaytirishga harakat qilayotgan sezadi. Endi eng muhim qismiga o'tamiz: istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar. Birinchi noziklik. To'lovdan ozod qilish bilan qarzdorlikni kechirish bir xil narsa emas. Agar siz 1 iyulgacha ma'lum xizmat bo'yicha qarzdor bo'lgan bo'lsangiz, yangi imtiyoz eski qarzni avtomatik yo'q qiladi deb o'ylamang. Agar qarorda eski qarzlar ham bekor qilinishi aniq yozilmagan bo'lsa, avvalgi qarz bo'yicha alohida kelishuv yoki to'lov rejasi talab qilinadi. Ikkinchi noziklik, imtiyoz faqat pensionerning o'ziga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner nomidan farzandi xizmatdan foydalansa,
yoki pensioner guvohnomasi bilan boshqa odam to'lovdan qochmoqchi bo'lsa, bu qonuniy hisoblanmaydi. Imtiyoz huquqi shaxsiy bo'ladi. Uni sotish, berish, boshqa odam nomidan ishlatish mumkin emas. Uchinchi noziklik, ayrim to'lovlarda limit bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lum xizmatdan bir oyda yoki bir yilda belgilangan miqdorgacha bepul foydalanish imkoniyati bo'ladi. Undan oshsa to'lov qilinadi. Shu sababli to'liq ozod qilindi degan iborani eshitganda ham qaysi to'lov, qaysi hajm, qaysi davr va qaysi shartlar asosida ozod qilinganini aniqlash kerak. 4-noziklik. Hujjatdagi ma'lumotlar mos kelishi kerak. Pasportdagi ism, pensiya guvohnomasidagi ma'lumot, yashash manzili, abonent raqami va xizmat shartnomasi bir-biriga to'g'ri kelmasa, tizim imtiyozni tanimasligi mumkin. Masalan, familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin eski hujjatda qolgan bo'lsa, yoki pasport yangilangan, lekin xizmat tashkilotida eski pasport raqami turgan bo'lsa, imtiyoz qo'llamay qolishi mumkin. 5-noziklik. Hamma tashkilot xodimlari ham yangi tartibni birinchi kundanoq mukammal bilmasligi mumkin. Bu hayotda tez-tez uchraydi. Yangi qaror chiqadi, lekin hududiy bo'limlarga tushuntirish, dasturiy ta'minotni yangilash. Xodimlarni o'qitish biroz vaqt oladi. Shuning uchun 1-iyuldan keyingi birinchi kunlarda bizda hali yo'q, bilmadik, keyin keling degan javoblar bo'lishi mumkin. Bunday holatda og'zaki javob bilan cheklanmasdan yozma ariza qoldirish yoki rasmiy javob talab qilish kerak. 6-noziklik. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Imtiyozlar haqida xabar chiqqanda ayrim firibgarlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, sizni to'lovlardan ozod qilish uchun karta raqamingizni ayting, SMS kodni yuboring, hujjat rasmiylashtirish uchun oldindan pul to'lang deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga bank kartangiz parolini, SMS kodni, karta orqasidagi raqamlarni bermang. Davlat imtiyozi uchun begona odamga pul o'tkazish talab qilinmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol farzandlaringizga, bankka yoki ichki ishlar organlariga xabar bering. 7-noziklik. Imtiyozni olish uchun ayrim hollarda ariza kerak bo'ladi. Odamlar ko'pincha qonun chiqdi, o'zi qo'llanadi deb kutadi. Elektron tizim rivojlangan bo'lsa ham hamma xizmat avtomatik ishlamaydi. Ayniqsa mahalliy xizmatlar, xususiy tashkilotlar, shirkatlar yoki qo'lda yuritiladigan hisob-kitoblarda ariza talab qilinishi mumkin. Ariza bermagan odamning huquqi bor, lekin amalda foydalanmay qolishi mumkin. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya guvohnomangiz, pasport yoki ID kartangiz, yashash manzilingizni tasdiqlovchi ma'lumotlar va xizmat bo'yicha oxirgi kvitansiyalarni bir joyga to'plang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, farzand sifatida ularga shu hujjatlarni tartibga solishga yordam bering. Qog'ozlar aralashib yotsa, kerakli paytda topish qiyin bo'ladi. Ikkinchi qadam, qaysi to'lovlarni to'layotganingizni ro'yxat qilib chiqing. Masalan, elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, uy-joy xizmatlari, davlat xizmatlari. Tibbiy ma'lumotnomalar, hujjat rasmiylashtirish, bank komissiyalari yoki boshqa muntazam xarajatlar. Har birining yo'niga oyga qancha to'layotganingizni yozing. Shunda qaysi to'lovdan imtiyoz olish sizga ko'proq foyda berishini ko'rasiz. 3-qadam, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Agar kommunal xizmat bo'lsa, abonent bo'limiga boring yoki telefon orqali so'rang. Agar davlat xizmati bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga boring. Agar ijtimoiy imtiyoz bo'lsa, mahalla yettiligi, ijtimoiy xodim yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limi bilan bog'laning. Murojaat qilganda shunday deb ayting: men pensionerman. 1-iyuldan pensionerlar uchun belgilangan to'lovlardan ozod qilish tartibi bo'yicha imtiyozimni qo'llashni so'rayman. 4-qadam, agar sizdan ariza so'ralsa, oddiy mazmunda yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, pensiya guvohnomangiz raqami, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz va qaysi to'lov bo'yicha imtiyoz so'rayotganingiz ko'rsatiladi. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizani topshirganingizda qabul qilingan sanasi va ro'yxat raqamini so'rang. Bu keyin muammo bo'lsa, sizning dalilingiz bo'ladi. 5-qadam, keyingi kvitansiyani albatta tekshiring. Imtiyoz berildi deyish bilan ish tugamaydi. Kvitansiyada avvalgi to'lov yana chiqyaptimi yoki yo'qmi? Chegirma qo'llanganmi? Qarzdorlik noto'g'ri hisoblanmaganmi? Shularni ko'ring. Agar tushunmasangiz, farzandingizdan, qo'shningizdan yoki mahalla xodimidan yordam so'rang. Men pensionerlarga har oy kvitansiyani suratga olib, alohida saqlashni maslahat beraman.
6-chi qadam rad javobi berilsa, sababini yozma oling. Sizga mumkin emas degan og'zaki gap yetarli emas. Nima uchun mumkin emas? Qaysi norma asosida rad etildi? Hujjat yetishmayaptimi? Abonent nomi mos emasmi? Ma'lumot bazada yo'qmi? Shu savollarga aniq javob oling. Ko'p hollarda muammo huquq yo'qligida emas, hujjat yoki bazadagi xatolikda bo'ladi. 7-chi qadam rasmiy manbalarni kuzatib boring. Mahalla e'lonlari, hukumat portali, vazirlik va idoralarning rasmiy sayfalari, davlat xizmatlari markazi, my.gov va ishonch telefonlari orqali ma'lumotni tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonib ketmang. Ba'zan sarlavha juda baland bo'ladi, lekin ichida shartlar ko'rsatiladi. Men doim hujjatning o'ziga yoki rasmiy izohga tayanishni tavsiya qilaman. 8-chi qadam yolg'iz pensionerlar alohida e'tiborli bo'lsin. Agar pensionerning farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lsa, mahalla faollari, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar yordam berishi kerak. Chunki keksalar ko'pincha idoralarga borishga qiynaladi. Navbatda turish og'ir. Hujjat nusxa qilish ham muammo bo'lishi mumkin. Bir insonning yarim soatlik yordami pensionerning 1 yillik ortiqcha to'lovni to'xtatib berishi mumkin. 9-chi qadam agar to'lov avval ushlab qolingan bo'lsa, qayta hisob-kitob so'rang. Masalan, imtiyoz 1 iyuldan qo'llanishi kerak bo'lgan, lekin sizdan iyul va avgust oylarida ham to'lov olingan. Bunday holatda qayta hisob-kitob qilib berishingizni so'rayman deb ariza yozish mumkin. Agar haqiqatan ham noto'g'ri undirgan bo'lsa, keyingi oyga chegirma sifatida o'tkazilishi yoki qaytarilishi masalasi ko'rib chiqiladi. 10-chi qadam barcha hujjatlarni nusxada saqlang. Ariza, kvitansiya, javob xati, SMS xabarnoma, to'lov cheki hammasi kerak bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa nizoli holatda men aytgandim, u degandi emas hujjat gapiradi. Pensionerlar uchun eng yaxshi himoya bu tartibli hujjat va yozma murojaatdir. Hurmatli tomoshabinlar, iyuldan pensionerlar uchun belgilangan to'lovlardan ozod qilish tartibi juda muhim yengillik hisoblanadi. Lekin men yana bir bor ta'kidlayman, imtiyozdan to'liq foydalanish uchun qaysi to'lovlar kirishini, kimlarga tatbiq etilishini, hujjat kerak yoki kerak emasligini, eski qarzlarga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi aniq tekshirish zarur. Eng katta xato eshitgan gap bilan cheklanib qolish. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tayyorlash. Rasmiy tashkilotga murojaat qilish, kvitansiyani tekshirish va kerak bo'lsa yozma javob olish. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq oxirgi to'lov kvitansiyalarıngizni ko'rib chiqing. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga qo'ng'iroq qiling, qanday to'lovlar qilayotganini so'rang. Ehtimol ular allaqachon ozod qilingan to'lovni hanuz to'lab yurgandir. Bu videodagi ma'lumot ko'plab oilalarga amaliy foyda berishi mumkin. Sizning hududingizda bu tartib qanday qo'llanyapti? Pensionerlardan hali ham to'lov talab qilinyaptimi yoki imtiyoz ishlayaptimi? Tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz hamda mahallangizdagi pensionerlarga yuboring. Men esa keyingi videolarda yana shunday muhim ijtimoiy va huquqiy yangiliklarni sodda, aniq va amaliy tarzda tushuntirib berishda davom etaman.